Bugun sizlar bilan bittada o'xshab chiqadigan mini kekschalar tayyorlaymiz. Idishimizga 3 tuxumni chaqamiz, 270 gramm shakar qo'shamiz. Agar o'lchagani tarozilaring bo'lmasa, shunaqa piyolada to'la chiqarkan. Va choy qoshiqida vanilin qo'shib shakar eriguncha aralashtiramiz. Endi 200 gramm qattiq, 100 gramm salatni yog' qo'shamiz va yengil aralashtiramiz. 200 gramm qattiq 1 piyola to'la, 100 gramm yog' esa yarim piyola chiqdi. Endi 1,5 choy qoshiq razri xitil va kakao qo'shamiz. Kakao bilan unda taxmin qo'shdim. Oz-ozdan un solib bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Qo'yiq suyuqligi shu ko'rinishda bo'ladi. Endi qolipchalarimizga qog'ozchalarimizni terib chiqamiz, bularda yog'lash shart emas. Tayyor bo'lgan massamizni qoliplarimizga bir xilda quyib chiqamiz. Uyda videolarkamda xalaqit bermasa kuni joyiga tushadigan odamlarim bor. E'tibor bermaymiz, o'shima o'rganib ketganman. Pirogimga yarimiga uyda qolib ketgan varenyami giloslarni ham qo'shib bordim. Endi buni qizib turgan duxovkada 45 minut 180 gradusda pishirib olamiz. Ishoninglar, kam harchgina bittada o'xshab chiqadigan pirog bo'ladi. Eng g'olnisi qolib ko'p chiqmasagan bittada oson ko'charkan. Endi bu go'zalligimizga ganash tayyorlab olamiz. Chuka kremga 3-4 qoshiq yog' qo'shib, mikrovalnovkada eritib oldim. Endi shu ganashga pirogchalarimizni yengil botirib chiqamiz. Endi sizlar bilan o'zbek xalq yo'lg'olari haqida gaplashamiz. Aniq bilaman, bu gapni hayotlaring mobaynida juda ko'p marotaba eshitgansizlar. Shu yolg'onlardan top 5 tasini hozir sizlarga gapirib o'taman. Top 1 yolg'on, o'tirsiz bo'larda osh tayyor edi. Top 2 yolg'on, kiring choypoy ichib keting. Top 3 yolg'on, to'ydan keyin o'zimiz o'qitib olamiz. Top 4 yolg'on, hozir yo'ldaman 5 minutda boraman. Top 5 yolg'on, sotuvchi oling bir dona qoldi. Klient hozir bir aylanib keling. Lapsha. Hop, 6 yolg'on ham bor ekan. Bitta bolalaring bilan uyga borgan kunlaring kechqurishga oilaning chiroyli ohangda "Bugun qolasanmi qizim?" deb so'rasa, "Voy, onajonim meni qolishimni xohlayapti-kan" deb o'ylamaylar. Bu savol qachon sizlarning ketishlaringni bilish maqsadida so'raladi va ketish vaqti kelganini bildiradi. Va tayyor bo'lib mashinaga o'tirib, endi ketmoqchi bo'lgan paytlaring qolishning bo'lardi qizim degan narsa yozilmagan yolg'onlar ro'yxatida birinchi o'rinda turadi. Hayotlaringda yana shunaqa yolg'onlarga guvoh bo'lgan bo'lsalaring, kommentariyaga yozib ketinglar. Piroglarimizni shokoladga botirganimizdan so'ng ustini xohishga qarab dekor qilib olamiz. Pirogimiz pirogchalardan pirojniga aylanib ketadi. Yumshoqqina me'daga tegmaydigan choy bilan bir o'tirishda yeb qo'yadigan shirinlik bo'ladi. Agar uyingizga borganingizda oyingizga shu shirinlikdan tayyorlab borsangiz, bu shirinlikni yegan oyingiz qanday qilib bugun biznikida qolur qizaloqim deganlarni o'zlari ham bilmay qoladilar.